Assalomu alaykum kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Biz именно o'zim bloger emasman, layk uchun yoki bo'lmasam bir haligi obuna boshqa uchun video qo'ymoqchi emasman. Просто inson boshidan o'tgan tabib deydi-yu. Shuning uchun Abror Muxtoralini bir ikkita videolariga qarshi nima jo'natdim, video jo'natdim. Telefon nomerimni aytib jo'natdim, aloqaga chiqqin dedim, chiqmadi, boshqa bo'ldi. Xullas, endi sudlari boshida aytganimdek boshidan o'tgan tabib deganda sudlari muhokamasida meni boshimdan o'tgani shunday bo'lgan. Bir inson kredit olish bo'yicha yordam so'ragan, tanish bilishlar bo'lib, shu bir ta'minotchini tanishim bo'lganligi uchun tanishtirib qo'yib kreditini olishga yordamlashganman o'zim. Balkim o'sha odam ham eshitayotgandir. Xullas, Eshmatni kreditini olish bo'yicha Toshmat ta'minotchiga borganmiz. Toshmatga aytganmiz, naqdlashtirib berasanmi pulni deb. Bizga naqd pul kerak deb. Xo'p deyilgan. Shu bilan kredit bo'yicha yugurlar, dokumentlar hamma narsa topshirilgan, hamma narsa bo'lib o'tgan, monitoring hammasi bo'lib o'tib, Eshmatni 30 million krediti Toshmatga hisob raqamiga tushgan. Endi Toshmatni o'zini qanaqadir ayblari bilan qidiruv e'lon bo'lib qolib qochib ketib, ana 30 million pul berilmay qolib ketgan. Endi Eshmat shunday da'vo ko'rsatdi. Xullas, meni aytyapti, shu bola Astayib Begmurod meni pulimni yevorgan. Xo'p, yevorgan. Endi men qamoqqa olindim, boshqa bo'lindi. Tergov jarayonida ham so'ralmayapti-da. Qani ana Toshmatni topib olib kelaylik. Toshmatni olib kelinsa, ana yasni bo'ladi. Bu Begmurod pul olganmi, olmaganmi? Ana bundagida sud muhokamasiga o'tildi. Sud muhokamasida ham aytyapman men. Xo'p, shu Eshmatga tegishli puldan bir 1000 so'mmi, 500 so'mmi Toshmat menga bergan bo'lsa, haqiqatdan men aybdorman. Shu Toshmatni topib menga aytinglar desak, Toshmat topilsa sizga e'lon qilamiz deyildi. Shunga asosan jazo qo'llanildi, qamoqqa olish jazosi. Endi men berilgan hukmdan norozi bo'lib, Namangan viloyat apellyatsiya instansiya sudiga murojaat qildim-da. Endi qarang, 16-avgustda sud bo'lyapti, 21-yil. 16-avgustda menga o'sha jazo qo'llanildi. Endi 30-sentyabrda apellyatsiya bo'lyapti. Vaholanki u apellyatsiyagacha haligi ta'minotchi Toshmat qo'lga tushib, Namanganni 3 tumanidagi turmaga olib kelib tiqilyapti-da. Falagi gardishi bilan aylanib kelib turib, u biz o'tirgan kamerada men bilan birga o'tiribdi. Men uni taniyman, u ham meni taniydi. Toshmat, palonchi Eshmatni pulini bermovding. O'sha bo'yicha o'tiribman men. Menga mana shuncha so'rov berildi. Endi apellyatsiyaga chiqib nima deyin ekan? Desam, nima desang-da, mana Toshmat sherda deb aytaver. Chiqamiz birga dedi. Yo'q, to'xta. Sudyalarni men oldin bilayin. Men kimligini bilayin. Apellyatsiya sudiga chiqdim. O'sha ish bo'yicha ko'rilyapti. Xullas, siz Eshmatni pulini yevorgansiz. Xo'p, Eshmatni pulini men yeganman. Gap bo'lishi mumkin emas. O'sha Toshmatni topib, menga nisbatan haligi o'sha Eshmatga tegishli puldan menga bir 500 so'm, 1000 so'm berganini isbotlab beringlar desam, Toshmat qidiruvda hozir. Topilib bo'lsa sizga e'lon qilamiz uni deb to'g'ri tushuntirib, jazoni shu muddatni qoldirib yuborishdi. Vaholanki Toshmat men bilan o'tiribdi kamerada. Men aytmayapman, Toshmat kamerada men bilan o'tiribdi, chaqirgin, chiqsin. Ana enagidan pul bergan-bermaganini sen so'rab ol, bilib ol. Ana men jazoni o'tab chiqqanimdan keyin Chortoq tumanining sudidan bir advokatni yo'llab o'sha Toshmatni hukmini ko'targizdirdim.
ko'targisi u advokat ham meni o'zim u haligi xudoga qandaydir nolam yetganmi nimadir bo'lgan. Qarangki o'sha Toshmatni o'zini advokati ekan u ayol kishi. To'lovini qildim, boshqasini qildim qonuniy. Menga bir nusxa hukmni ham berdi. Ana endi qarang. 2021-yil 2021-yil 5-avgustdan Toshmatni jazo muddati boshlanyapti. Menga 2021-yil 16-avgustda menga jazo qo'llanilyapti. Shu ish bo'yicha. Meni dilimda Toshmat qidiruvdi. Ana undan keyin 30-sentyabrda apellyatsiya sudida ham to'g'ri tushuntirilyapti. Jazo to'g'ri qo'llanilgan deyapti. Toshmat o'shanda ham qidiruvdi. U Toshmat men bilan kamerada birga o'tiribdi. Ana undan keyin Eshmatni o'zi uzr o'talganimga Eshmatni o'zi mendan xuddi xijolatdaki, endi nariyog'i yo'q xijolatda. Ko'ryapsizmi? Sudlar qilayotgan qilig'ini. Men nima demoqchiman? Oldingi videolarimni joyladim-ku, sudlar faqat o'sha direktor bo'lsa bitta tashkilotda, direktor kelib ubortsiga yoki bo'lmasam qorovulga mana ish qilib qo'y, mana tozalab qo'y desa tozalab qo'yadi-yu. O'sha tergovchini ishini shunday tozalaydi-da. Nima uchun shunaqa? Nima uchun men mana o'sha Chust tuman sudining sud bayonnomasi, sud majlisining bayonnomasini polni rasmiy olganman. Qo'limda turibdi, bor. Hukmlari hamma yo'llari bor. Qarangki, o'sha tergovchini qanday ayblangani Chust tuman sudida ham shunday ayblov xulosada, hukmda ham shu. Namangan instansiya sudida, apellyatsiya sudida ham shu qoralov. Vaholanki respublika oliy sudga olsam ham shunday qoralovda hech qayda bir nuqta virgul o'zgarmagan. Shuning uchun bu sudyalarni yonini olish kerakmas. Abror Muxtor Ali, Dovdir, Qovunboy, sen oldin qora kursiga o'tirgin yoki bir yaqining o'tirsin, senga qanaqa muomalada bo'ladi ular. O'shaning uchun ular yonini olish kerakmas deb aytib chiqdim. Soqolboy, menga qaraganda dovdir kallang. So'kirasanku odamku, endi mana ro'za Ramazon kunida qattiq so'kib bo'lmaydi. Bu meni ko'rayotganlardan, xalqimizdan, ponni hammadan uzr so'rayman-u. Sen ular yonini olib, ularnikini attiguncha o'zingnikini attib ol. Polvonjon. Men videoga syomkaga olib, senga telefon qilganimda telefonni ko'tarishing kerak edi. Qovunboy